panika atakida bir narsani o'ylamaslikka harakat qilasiz. Misol uchun hozir nafasim siqib qoladi yoki bo'lmasam hozir yuragim tez uradi desangiz, xuddi shunaqa bo'ladi-da. Haqiqatda o'zingizni majburlaysiz o'ylamaslikka, lekin shu narsa bo'ladi. Misol uchun hozir kichik texnika o'tkazamiz. Oq ayiqqa o'ylamaslikka harakat qiling. Qanaqa fikrlar keladi? Kommentariyada yozadigan bo'lsangiz, juda qiziqarli fikrlar keladi. O'shaning uchun men aytamanki, panika ataka paytida bizning miyamiz noreal xavf bor degan rejimni yoqadi demoqchiman. Ya'ni o'zi xavf yo'q, lekin u sizga xavf bor degan narsani ko'rsatadi. O'shaning uchun o'ylamaslikka emas, ko'proq o'ylashga harakat qiladigan bo'lsangiz, hali yuragim tez uraversin, menda unga qarshi vosita bor. Mayli, tomog'imga narsa tiqilaversin, bundan chiqib ketaman nafas mashqlari bilan. Shunda uni yengish oson bo'ladi.